Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda kompyuter foydalanuvchilari yo'l qo'yadigan top 20 ta xatoni bir qismini ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Bu xatolarni yangi kompyuter o'rganuvchilar ham qilishi mumkin, tajribalilar ham qilishi mumkin. Shu uchun albatta ko'rib chiqing, balki siz shu paytgacha qilib turgan qaysidir xatoyingiz haqida fikr ketishi mumkin. Xatolardan o'rganish albatta kerak. Demak, darsimizni boshlaymiz. Birinchi ko'rib chiqadiganimiz bu qaysidir dastur yoki o'yinni program faylsidan o'chirish. Bilamiz, C diskga kirganimizda mana bunday papkalar bor. Bizni o'yinlarimiz yoki dasturlarimiz hammasi mana shu yo bunisida o'rnatilgan bo'ladi. Sizga qaysidir dastur kerak emas bo'lib qolsa, mana shu yerga kirib shunchaki faylni o'chirib tashlash yechim hisoblanmaydi. Bu qanday amalga oshiriladi? Aytaylik, bizda mana C diskimiz bor. Program faylsiga kirdingiz. Aytaylik, menga LibreOffice kerak emas. Men buni shunchaki shu joyini o'zidan o'chirib yuborsam, to'g'ri, dastur ishlamaydi, lekin to'laqonli o'chmaydi. To'laqonli o'chishi uchun mana bizni ma'ruzamizda ham aytilgan maxsus o'chiruvchi dasturlar bor. Hozir Telegram orqali uni ochib ko'rsatamiz. Shu havolasiga bossangiz, mana bunda 3 ta dasturga duch kelasiz. Shu 3 ta dasturdan birortasini o'rnatib o'chirishingiz tavsiya qilinadi. Masalan, Rec deb men o'zim o'rnatgan, mana shu dasturga kiraman. O'zimga yoqmagan dastur mana shu programma degan joyidan o'chiraman. Shunda to'laqonli o'chiriladi, hech qanday izi qolmaydi. Boyagi joydan o'chirish bu juda ham qo'pol xato hisoblanadi. Keyingisi рабочий stolni ortiqcha narsalar bilan bezash. Bu nima degani? Tasavvur qiling, mana bunday har xil widjetlar, har xil animatsiyali narsalar, fonda harakatlanuvchilarni qo'yishni o'zi kompyuteringizni ishlashini sekinlashtirishi mumkin. Masalan, meni kompyuterim kuchli bo'lsa ham, men bunday og'ir nagruzkali ish qildirmayman. Mana рабочий stolni ko'rishingiz mumkin. Ortiqcha narsa yo'q, faqat mana fayllar bor, ularni ham vaqtim bo'lmagani uchun biroz tartibsiz turibdi. Aslida mana bunday Wordga yoki kursimga oid bo'lsa, kursga qilib, keraklarni hammasini joy-joyiga qilib turaman. Ortiqcha narsa bo'lmaydi. Kerak dasturlarimni mana bu yoqqa jamlayman, bo'ldi. Menga minimalistik ishlash yetadi. Chunki bu ishxona kompyuteri, menga ishni yaxshi ishlab bersa bo'ldi. Siz ham kompyuteringizdan kelib chiqib o'rnatishingiz tavsiya qilinadi. Agar kompyuteringiz kuchli bo'lsa, bemalol xohlagancha widjetlar, mana bunday harakatlanuvchi rasmlar, mana bu animatsiyali narsalar qilishingiz mumkin. Lekin kompyuteringiz kuchsizroq bo'lsa, menga o'xshab minimalistik yechim qilganingiz ma'qul. Keyin ko'rayotganimiz, bu juda ham ko'pchilikda duch keladi. Nimadir dastur o'rnatgandan so'ng kompyuterga qayerdandir Yandex o'rnatilib qolinadi. Bunda dasturni o'rnatishda e'tibor berish kerak. Qaysilarni belgilayapsiz? Qaysi jihatlarni tanlash, qaysi qo'shimcha dasturni o'rnatmoqchi u yoki nimalarni ruxsat so'rayapti, o'shalarga birozgina e'tibor berish o'zi yetarli. Bizga eng yaxshi yechim birozgina e'tibor qaratish. Agar siz rus tilini bilmasangiz, hozir shunday rasmga olib ham so'rasangiz bo'ladi. ChatGPTdan bu nima deyapti? Hozir buni belgilasam nima bo'ladi deb so'rasangiz ham u sizga tushuntirib beradi. Buni belgilasang bu bo'ladi deb. Keyin ko'radiganimiz dastur, o'yinlarni hammasini bitta papkaga o'rnatish. Aytaylik, mana Games degan papka ochdingiz va hamma dasturlaringizni, o'yinlaringizni o'sha yoqqa yo'naltiryapsiz. Shunda ular ochilib, o'zaro qo'pol qilib aytganda bardak bo'lib ketadi. Ya'ni qaysidir dasturingizni fayllari ham o'sha papkada turibdi, qaysidir o'yinni fayllari ham o'sha papkada turibdi. Bu esa umumiy bir-birini xalaqit berib ishlashiga sabab bo'ladi. Eng yaxshi yechim, agar C diskingizda qandaydir joy bo'lmasa, D diskka alohida papka qilib, aytaylik, dasturlar deb qo'ying. Dasturlarning ichiga Photoshopmi, Photoshopga mos papka ochib qo'ying. Photoshop deganda Photoshop faqat o'sha yoqqa o'rnating. Boshqa bir o'yin yoki dasturmi, o'sha nomiga mos qilib hammasini papkasini alohida qilsangiz tartib bilan bo'ladi. Agar hammasini mana bu tarzda qilib tashlasangiz, ertaga dasturlar to'laqonli ishlamasligi mumkin. Keyin ko'rayotganimiz, kompyuterni to'g'ridan-to'g'ri energiya manbasini uzib qo'yish. Bu endi juda ham qo'pol xato hisoblanadi. Buni oldinlari bo'lgan, hozir ham ko'pchilik e'tibor bermasdan kompyuterni shunday o'chiradi. Ya'ni shunchaki rezetkani sug'uradi, bo'ldi. O'chirish kerak uni, kompyuter o'zini o'zi o'chirib, o'chirib olish kerak hisobga olmaydi. Bu juda ham qo'pol xato hisoblanadi. Kompyuterni o'chirish uchun eng osoni Alt F4 tugmasini bosasiz. Mana hozir men ko'rsatib beraman. Dasturlardan chiqib ketadi. Завершить работу OK qilaman, bo'ldi. Agar перезагрузка kerak bo'lsa, перезагрузка bor. Boshqa yechimlar bo'lsa, mana завершить работу qilib OK qilaman, kompyuterim to'liq to'g'ri o'chadi. Mana shunga e'tibor berish kerak. Bu rezetkadan sug'urish bu juda ham yangi foydalanuvchini ham yangisi deyish mumkin. Bu juda ham noto'g'ri.
Eng ko'radiganimiz bu fleshka SSD xotiralarni defragmentatsiya qilish. Defragmentatsiya nima? Bu bo'yicha mana bu havolaga bossangiz yoki video ostida ham havolasini qoldiraman, ko'rib chiqishingiz mumkin. Alohida video dars qilganmiz. Defragmentatsiya degani asosan tajribali obunachilar qiladi. Bu HDD xotira bilan qilinadi. Ya'ni buni qanday tushunish mumkin? Siz kompyuterga dastur o'rnatdingiz, 10 ta dastur o'rnatdingiz. Ular ma'lum bir tartibda o'rnashadi. Diskdan joylarini ma'lum bir tartibda yozadi. Mana videoda ham shuni ko'rsatib berilgan, qanchalik tushunarli. Mana boshida shuni hammasi tartib bilan o'rnatiladi. Keyinchalik biz qaysilarnidir o'chirib tashlasak, uje mana diskimizni ba'zi joylari oraliqlari bo'sh qoladi. Aytaylik, mana to'liq dasturlar edi. Biz mana bu dastur joy olgan joydan dasturni o'chirib tashladik. Mana shu joyda joy qolib ketdi. Keyin yana dastur o'rnatadigan bo'lsak, mana shu kaltaklar bilan yozilib ketaveradi. Orada qaysinidir o'chirsak joy qoladi. Umumiy olib qaraganda dasturimiz bizni xotiramizni har xil qismiga o'rnashib qoladi. Defragmentatsiya qilish orqali hammasi bir tomonga tartiblashimiz mumkin edi. Bu orqali kompyuterimiz ham ishlashi birozgina tezlashardi. Bu narsa faqat HDD disklarda edi. Lekin sizda fleshkangiz yoki SSD xotirangiz bo'ladigan bo'lsa, defragmentatsiya qilishingiz u qurilmalarni ishdan chiqarishiga olib keladi. Shuning uchun biroz e'tiborli bo'lish kerak. Internetda mana shu narsa kompyuteringizni tezlashtiradi desa, to'g'ridan-to'g'ri qilib ketaverish kerak emas. Aynan qaysi uchun qilinadi bu? SSD bo'lsa defragmentatsiya degan narsa yo'q. Shu joylarga biroz e'tibor berish kerak. Agar siz hali endi kompyuterni o'rganishni boshlagan bo'lsangiz, defragmentatsiyani avvalosi to'liq o'rganib chiqing. Nima narsa u, qachon kerak bo'ladi? Bu bo'yicha o'sha aytgandek havolada video darsimiz bor. Imkon qadar ma'lumot berganmiz. Keyingi ko'radiganimiz bu kompyuterimizdagi tartibsizlik. Ko'pchilikni kompyuterga ulanganimda yoki ko'rganimda shunaqa bo'lgan. Рабочий stolda kerak emas narsalar hammasi tartibsiz turadi. Bu nima natijaga olib keladi? Birinchidan, o'zingizga kerak faylni tez topolmaysiz. Qaysidir hujjatni ishxonangizda kimdir so'rasa, 2 soat izlanasiz. Qayerga qo'ydim uni, qanday nomlangan edi va hokazo. Keyingi eng yomon tomoni, aytaylik, sizni рабочий stolingizda hammasi mana shu fayllaringiz. Keyin men o'zimdagi misol bilan ko'rsataman. Aytaylik, mana men рабочий stolimda qandaydir juda ham muhim hujjat bor. Mana bu hujjat bor deylik. Bu hujjat qayerda joylashgan deb ko'radigan bo'lsak, mana svoystasiga kirsak, bu aytyapti C disk user Valijon desktopda turibdi. Endi nimadir sababli kompyuterim Windows ketib qoldi deylik. Windows ketib qolgandan keyin bilamizki, Windows bizda hozir C diskda turibdi. Demak, boyagi fayl ham C diskda, Windows ham C diskda. Windows qayta o'rnataman desam, katta ehtimol bilan C diskni to'liq formatga olishim kerak. C diskda menga kerakli mana bu hujjatlar, mana bu fayllarim bor. Ertaga agar Windows ketib qolsa, men hammasini o'chirsam, mana shu hamma hujjatlarimdan ayrilib qolaman. Sizda ham shunday, agar рабочий stolingizda kerakli kinolaringiz, fayllaringiz bo'ladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan Windows o'rnatsangiz hammasi o'chib ketadi. Buni yechimi qanday? Yechimi, kerak narsalarni D diskka saqlab qo'ying. D diskka shunchaki papkalar ochasiz, kerakli. Mana men o'zimga ham papka ochganman. Ta'limga oid, dasturlarga oid. Masalan, dasturlarni bu yerda saqlayman, boshqa fayllarni boshqa joyda saqlayman. Imkon qadar tartiblab qo'yganman. Siz ham shunday qiling. Keyin рабочий stolni imkon qadar toza saqlang, chunki kerak hujjatni joylamang. Ikkinchidan, рабочий stolingizda qanchalik elementlar kam bo'lsa, kompyuteringiz yonishi shunchalik birozgina tezlashadi. Juda ham tez bo'lmaydi, birozgina tezlashadi. Va tartib bor joyda albatta biror narsani oson topishingiz mumkin bo'ladi. Tartiblash bo'yicha ham ob'ylarni Kompyuter akademiyasi kanalimizda e'lon qilgandik. Mana shu havolaga bosish orqali kanalimizdan yaxshi ob'ylarni ko'rib, yana ham kreativ yechimga erishishingiz mumkin bo'ladi. Keyin ko'rib o'tadiganimiz bu juda ham global muammo, juda ham sodda parollardan foydalanish. Ko'pchilikda shu narsa bo'ladi, shunchaki tug'ilgan yilini yoki kichkina raqamni yozadi, bu orqali kompyuterini ham, internetdagi qaysidir ma'lumotlarni ham birovga berib qo'yadi. Bu narsani hamma aytgan, men ham aytaman, murakkabroq paroldan foydalaning. Sizni o'zingiz esingizda qolsin, lekin boshqalar uchun bu murakkab bo'lsin. O'shaning uchun har xil kombinatsiyani ishlab chiqish mumkin. Aytaylik, men mana Sirdaryoda 95-yil tug'ilgan bo'lsam, mana shuni o'zidan ham bitta murakkab parol yasash mumkin. Sir 19 dar 95 yo yulduzcha bo'ldi. Buni topish uchun ancha-muncha vaqt ketadi xakerlarning. Shu uchun birozgina murakkabroq qilishga harakat qiling. Demak, darsimizni birinchi qismini shu yerda yakunlaymiz. Keyingi qismida mana 9-sababdan boshlab qolgan jihatlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Keyingi darslarda ko'rishguncha